Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Xudo xolasa ish faoliyatimizni sekin yo'lga qo'yapmiz. Birinchi bo'lib o'zimda tog'amda uyimda 2 dona sotiladigan bo'g'oz siminta hunajinlari bor. Shularni chiroyli qilib sizlarga tanishtirib, ko'rsatib, yetalab video obzorini qilamiz. Sizlar bizdan uzoqlashmasdan ekran qarshisiga mustahkam joylashib, ters laykni bosib, poddeshka qilib turasizlar. Yangi kuzatuvchilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa bundan-da chiroyli, bundan-da yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'lga qo'ysak, avval boshidan uzr so'rab qo'yamiz va kamchiliklarimizni to'ldirishga harakat qilamiz. Bu lobarlar qaranglar, xudo xolasa chiroyli, yaxshi nasl narsalar bor ekan. Shularni sizlarga ilindik. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polason qishlog'i. Dehqon aka, endi ekranga unda o'tasiz, endi siz chiqarmasak bo'lmaydi. Ko'rishsin endi, yana sog'inib qolish, yo'g'ib ketdingiz-ku, bormisiz? Obunachilar, sizlar sog'lik, salomatlik yaxshimi? Mana xudo xolasa ikki bosh toza simental hunajinlarimiz bor, ikkalasi ham bo'g'oz. Bo'g'ozmi hali? Bo'g'oz bular. Ana. Bunisi 6 oylik bo'g'oz. Bunisi 6 oylik bo'g'oz. Bunisi 3 oylik bo'g'oz. Bunisi 3 oylik bo'g'oz ekan. Toza tiniq, yoshni hol narsalar. Mo'min. Kelajagi bor, xudo xolasa. Qaranglar akalar, shaklni qaranglar, juda ko'rkamidan ekan. Mana shuni oq kiprik, stakan piyoq deganlardan. cho'k yoqdi mana shuni. Yosh. Mana shuni birinchisi shuni tanishtiraylik, ashaqqa o'taylik-da, shuni yeching. Ko'raylik bu. Yaxshi narsalar ekan, maza qilishsin odamlar ham. Hali buni uzoq ishlatadigan narsa ekan-da. Ayollarni qaranglar akalar, bular. Buni qaranglar. Stakan chiqib bag'i. Bular oxo, ancha ishlaydi bular. Xudo xolasa. Mana. Unda ko'ringlar akalar, mana. Mana shu yerda mana mol endi ko'rinyapti mana akalar. Xudo xolasa toza nasl ekan. Mana. Zo'r mol, gap yo'q. Juda chiroyli, ko'rkam narsa ekan. Bunisi necha oylik bo'g'oz deysiz? Bunisi 3 oylik. Bunisi 3 oylik bo'g'oz. 3 oyga to'lib o'tgan. 3 oyga to'lib o'tibdi, birinchisiga bo'g'oz ekan. Birinchisiga bo'g'oz. Toza o'sha sizlar bilgan avstriyskiy simentallar. Mana o ostilarini ko'ringlar. Xudo xolasa 5-6 oylik bo'lsa do'ppadek bo'lib chiqib qoladi, nimalari ham. O'zi 5-6 oylik bo'lsa ancha bilinib qoladi, mana yayilib chiroyli. Kengayib ketadi. Yomon qattiq ochiladi bular. Xudo xolasa. Yeb ichishi ham attamat shekilli o'zi. Yeb ichishi vaqti zo'r. Chunki bu terisidan bilinadi, ko'proq hali tulamagan bo'ladi, demagan mol. Bular yegandan tulab mana chiroyli bo'lib turibdi mollar. Arqa korobkalari ham joy-joyida akalar. Bu hali tish buzmagan ishlar-a? Yo'q, shunday. Bo'zoq hali. Bo'zoq. Qaramanda bir 16-17 oylik bormi molda o'zi? Bo'lish kerak. Shu bir 17 yo 18 oylik, shu 15 oylikda qochgan, значит. 15 oylikda qochgan, hali bu tuqqandan keyin tish buzadi, u qattiq ochiladi, zo'r bo'ladi. 3 oylik bo'g'oz. Yoshda hali, kelajak katta. Hali xudo xolasa katta bo'lib ketadi. Bo'yiga necha beramiz hozir buni? Bo'yi necha keladi bilmayman. Bo'yini endi o'lchab ko'rmaganmiz, taxminan endi. Ta'min etib ko'ramiz endi. Ha, shunaqa. Bir balki ko'zni chamalab qo'ysa bo'laveradi. 35 bormi? Chiqadi bemalol kelar. 35. Taxminan. Xudo xolasa 1.35 keladi. Buni bitta yakka narx aytamiz, jupiga solamizmi? Jupiga ham aytamiz, yakka ham aytamiz. Bo'lmasa buni ashi darvozasiga baylab tura olamizmi, ochib yuboramizmi? Ochib olamiz. Agar ochmasa ashga baylab turing, narigisini olib kelaylik. Endi qadrli obunachilar, bunisini bo'shatamiz. Bunisi bo'yi undan balandroq. Quloqlarni qaranglar, sharpan quloqligi.
Bo'yi ham baland, bo'g'ozligi ham baland buni. Chiporrog'idan ekan-da bu. Ha. Ser stolar bular. Zero bo'ladi xudo xolasa buni. Ba'zi birinchi qorin-da, buni hali ko'p ishlatadi-da. Olgan odam ham bemalol 4-5 ta tug'diraveradi. Mana akalar. Tirsillar, laklar bosib yuboringlar. Ko'z tegmasin, zo'r mollar. Boburjon, so'tkalarni ham biz ko'rdik, chiroyli joylashgan ekan. Ha, 4 joyda ekan o'zi ham. To'rt joyda. Mana akalar. Shakli. Mana so'skalar. Buni bo'yi 1.35 plyusda. O'shanaqa. Bu ham tishi buzmagan hali. Yo'q, yo'q. Ba'zi yoshi nisbatan undan 1-2 oylik katta ham bo'lsa kerak. 2 oylik katta bu. Xudo xolasa sog'lig'i zo'r-a, yeb ichishlar joyida. Molda hali birinchi o'rinda bam nasli, keyingi holatda sog'lig'ida. Shunaqa. Narxini 5-400 ming ag'i o'zini o'zi qoplab ketaveradi. Ha. Zo'r ko'z tegmasin. Bunisi necha oylik bo'g'ozdingiz? Bu 6 oylik. 6 oylik bu. Narx qana bo'ladi endi bular? Narxi yorvoramizmi? Hatto hozir boramiz. Bozordan arzon qilib berasizmi? Ha, bozordan qilib. Olgan odam boqib, tug'dirib, maza qilib bolasini olib, sut qaymog'ini ichsin deb berasizmi axir? Hayy, bo'lmasam-chi bu. Bo'lmasam bitta juplab aytavering-da axir. Yakkalab yotamiz. Boburjon, jupiga sizni obunachilaringizga endi 72 million o'tib beramiz. 72 millionga xayri bor. Xayri bor. Xayri bor, o'tib beramiz. Dastlabkiga nima deymiz? Dastlabkini bu texnikalar qo'yib beramiz. Mabodo narx qoplasa, misol kelishsangiz, alo, dastlabkasi ichidagi qilib bering deb gaplashsa, vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Narx qoplasa qilib beraverasiz. Ha, albatta. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Keyin donalabga. Donalabga telefon qilishsa, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bundan ortiqcha narxlarni so'maydi. Yo'q. Gap yo'q. Mana qadrli obunachilar, yurishlarini ko'ringlar. Hamma joyi zo'r, sog'lom, muhimi. Yeb ichish chotki. Qoni toza. Qo'ldan kelgancha chiroyli video qildik sizlar uchun. So'zkalarni ko'rsatdingizmi? Ha, albatta, so'zkalar o'zi ko'rsatmasam o'zi chiqyapti syomkada. Sizlar endi akalar biz ozgina qilgan mehnatimizga mana shu mehnatimizga bo'lmasa ham mana shu mollarni chiroyliligi, sifatiga laglar bosib qo'llab turasizlar akalar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa bundan keyin bundan chiroyli, bundan yaxshi videolar chiqaramiz. Nomeringizni aytib qo'yaylik. 91lik. 670 52 00. 91lik 670 52 00. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xudo xolasa dastlabkasiga qilib berishadi. Manzilda yana qaytarib beramiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polason qishlog'ida. Bemalol aloqaga chiqib 24 soat bezi taqib tashlaylar, telefon qilib tashlaylar. Maza qilsin. Ikkita xunasini soat kayf qilib desin tog'am. Akalar, mayli. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni videolarimizni ko'rib tomosha qilib turgan aka-ukalarimiz bari xonadonida shunaqa chiroyli xonajinlar, chiroyli sifatli mollar boqish nasib qilsin. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Xudo xolasa bundan keyin bundanda chiroyli mollarda, syomkalarda sizlar bilan diydor ko'rish nasib qilsin.